Assalomu alaykum. Sizlar bilan Sigi 53 darslarimizni davom ettiramiz. Umumiy hisobda bugun 13-dars Chingam Tejo qismini ko'rib chiqamiz. Chingam Tejo bu o'sish va taqqoslash, ya'ni o'sish hamda tushishdagi taqqoslashlarni ko'rib birgalikda o'rganamiz sizlar bilan birgalikda. Vaqt yutqazmaymiz, cho'zilib ketishi mumkin. Keling, sirazi misollardan ko'rib chiqamiz. Ikkita grafik bor ekan, shu ikkita grafikni birga o'rganib turib, keyin esa qo'llanilgan qo'shimcha so'zlarga e'tibor qaratamiz. Navhaksang, yo'haksang. Birinchi navhaksangni ochib beramiz, keyin yo'haksangni tushuntirib beramiz. Bu yerda maktab o'quvchilari, bu yerda ham shu maktab o'quvchilari bittasida ko'tarilgan, bittasida pasaygan. Shularni tushuntirib berishimiz kerak bo'ladi. Birinchi jadvalda bu yerda erkak o'quvchilarning nonushta iste'mol qilish darajasi hisoblangan, ya'ni navhaksanglarni 2015-yilda, ya'ni 2015-yil 27%dan 2018-ga 30%ga Chingahetta ko'tarilgan. Aksincha evatalli yo'haksang, ya'ni ayollar kattin kiygan, ya'ni o'xshash vaqtlarda 2015-2018, 2015-2018 shuning uchun kattin kiygan ishlatilgan. 28%dan, ya'ni boshlang'ich nuqtasi 28%. 25%ga, ya'ni taso kamsoxon go'sronatda, ya'ni sezilarli darajada tushish kuzatilgan ekan. Ikkinchisini ko'rib chiqamiz. Bu yerda ikkinchi jadvalda smartfon foydalanish foizi ko'rsatilgan ekan. Birinchi boshlang'ich maktabda 4%, 20% va yuqori maktabda Kodin Haksenglarda 23% ekan bu. Ko'rayotgan bo'lsanglar. Aksincha endi kitob o'qish darajasini ko'rib chiqamiz. Kodin Haksenglarda, ya'ni boshlang'ich sinfda 73 ta kitob, 73% yoki 73 ta kitoblarga to'g'ri kelyapti. Chung Hakseng, ya'ni o'rta sinfda 30 ta kitob, Kodin Haksengga 15 ta kitob to'g'ri kelayotgan ekan, ko'rib turganingizdek. Endi buni anaqa mavzuda taqqoslaydigan bo'lsak, xuddi shu narsa ko'rayotgan bo'lsanglar, ketma-ketligi endi ishlatilgan qoliplarni ko'rib chiqamiz bu yerda. Mana bizda tayyor qoliplar ko'rsatilgan asosiy ifodada. Bizda eng bilishimiz kerak bo'lgan narsa bular kge, taso, cho'gim, chingahetta yoki nuronatda degan qo'shimchalar bor. Kge deganini o'zi katta, lekin sezilarli deb ketsak bo'ladi, sal mosroq keladi. Taso degani biroz, ozgina, biroz. Cho'gim esa ozgina. Ya'ni bular hammasi sezilarli, ozgina, biroz, ya'ni ko'tarilish bo'ldi degan ma'noni ifodalaydi. Ko'rib turganingizdek. Kamayishda bo'lsa, xuddi shu, faqat oxirida bizda kamayishga doir so'zlar bo'ladi. Bular bilamizki, kamsohada bo'lishi mumkin yoki yana boshqa so'zlardan foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Shulardan foydalanib biz gaplarni anaqa qilsak bo'ladi. Keyin taqqoslash tejo qismi bor. Tejo qismida ko'rayotgan bo'lsak, panmyone, evatalli, eapane, iva pandero va guatali indin qo'shimchalaridan foydalanishimiz mumkin. Ammo lekin biroq deb hammaligisi bir xil tarjima qilinadi. Ya'ni tarjimasi o'zgarmaydi bittasini ham, ya'ni bir xil tarjima qilsak bo'ladi. Endi surok kattin kiygani bor. Kattin kiygani boya ham tushuntirib o'tdim, ya'ni ikkita bir xil vaqt bo'lsa. Surok haqida ozgina ma'lumot beraman. Mana pastda ko'rib turgan bo'lsangiz, surok haqida grammatik tuzilmasi qandaydir omil kuchaygan sari boshqa hodisa o'zgarishini bildiradi. Ya'ni nimadir oshgan sari boshqa narsa o'zgarishini bildiradi. Misol uchun mana misol ko'rsatilgan bu yerda Naiga manil surok TV shichong ryuri olla katta. Ya'ni yosh o'sgan sari televizor ko'rish foizi oshdi. Yoki hangyoni nopul surok undongyangi kamsohetta, ya'ni sinf yuqori bo'lgan sari jismoniy harakat kamaydi. Ya'ni bitta holat ko'paygan sari ikkinchisi kamaygan paytda lil surok qo'shimchasidan foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Xuddi yuqoridagi mashqqa o'xshatib. Bu oxirgi aytganimizdek qism edi. Boshqa grafik qismi yo'q. Endi bizda xulosa, vonin qismlarini tushuntirish qismlari qoldi. Mustahkamlash uchun mana mashqlar berilgan. Bularni ishlab, oxirigacha yakunlab qo'ying, javoblarini tekshiring, qanchalik o'zlashtirgansiz. Ya'ni biz umumiy hisobda aytib o'tganmiz, 53sigida 3 ta katta bo'lim bor. Kirish qismi. Kirish qismini biz boshida tugatdik. Ikkinchi qism bu grafik qismi edi. Grafik qismini ham tugatdik.
va xulosa qismi qoldi. Ya'ni xulosa aytganimizdek, buning sabab, yana kelib chiqish, yaxshi yomon tomonlari, vazifa topshiriqlarini tushuntirib berishimiz kerak bo'ladi. Va bizda shu oxirgi xulosa qismi qoldi. Qolgan hamma qismni bo'ldik sizlar bilan birgalikda kichkinagina sayohat. Ya'ni 12 ta darsda ancha-muncha dars o'rgandik sizlar bilan. Keyingi darsda ko'rishguncha kimda qanaqadir savollar, tushunmagan joylar bo'lsa, bemalol yozib qoldirishinglar mumkin. Qo'ldan kelgancha tushuntirib, joylab qo'yishga harakat qilaman. Agar siz bundan oldingi videolarni ko'rmagan bo'lsangiz, birinchi navbatda o'sha videolarni ketma-ketlikda ko'rishni tavsiya qilaman va shu asosida 13-darsgacha kelsangiz ancha tushunarli bo'ladi. Siz bilimingizga yetarli darajada manbalar joylab qo'ydik. Hammaga rahmat, xayr salomat bo'linglar.